Maktabda dars tugadi. Oxirgi soatda o'quvchilar o'tirishibdi, talabalar emas, maktab o'quvchilari o'tirishibdi. Hamma o'quvchi qo'ng'iroq chalishini kutyapti-da, kitoblarni ustozga bildirmasdan sumkaga solyapti. Ruchkalarni ustozlarga bildirmasdan sumkaga solib shay turishibdi. Hozir qo'ng'iroq chaladi, chiqib ketadi. Lekin shu o'quvchilarning ichida bitta o'quvchi shoshilmayapti. Shoshilmayapti. Ohistalik bilan o'tiribdi. Qo'ng'iroq chalindi. Hamma chiqishdi, yugurdi eshikdan qarab. U o'quvchi narsalarni ohistalik bilan sumkasiga soldi-da, so'nggi o'quvchi chiqib ketishini kutdi. So'nggi o'quvchi ham chiqib ketganidan keyin yolg'iz o'zi qoldi-da, ustozini oldiga bordi. Ustoz dedi. Ham Ali deb ustozlari xitob qildilar. Sinfdoshim meni orqamda o'tiradigan Ahmadni oilaviy sharoiti og'ir. U meni qo'shnim bo'ladi dedi. Xo'p. Shu og'irligidan u Ahmad maktabga kelayotgan vaqtda onasi uni sumkasiga non ham solib qo'ymayapti dedi. Noni ham yo'q Ahmadning dedi. Xo'p. Shunda cho'ntagiga pulni oldida, "Mana bu pullarni siz oling, shuni Ahmadga bering" dedi. Ahmadga bering. Bu yerda har bir kunga bitta teshik kulchani puli bor. Shu bitta teshik kulchaga yetadigan, har kunga yetadigan pul bor. Buni men bersam Ahmad menga jahl qiladi. Ahmad mendan xafa bo'ladi, Ahmad mendan uyaladi. Shuni siz bersangiz uyalmaydi, shu pulni berasizmi dedi. Ustoz hayron qoldi. Ustoz hayron qoldi. Ey Ali, chunki Alining hayotidan ham ustoz xabardor edi-da. Sani o'zingning hayoting ham Ahmadning hayotidan juda ham ko'p farqli emas, bir deyarli bir xil yashasalaringiz kerak sharoit jihatdan deganda Ali aytdiki, to'g'ri ustoz dedi. Meni dadam mardikor dedi. Mardikor bozorga chiqib ishlaydi. Bir kun ish bo'lsa, bir kun bo'lmaydi. Bir kun ish bo'lsa, bir kun bo'lmaydi. Men dadamga qarab qo'ygan joyim yo'q dedi. Men o'zim ishlayman dedi. Bu pulni o'zim topganman.